Assalomu alaykum azizlar, hurmatli teletomoshabinlar. Mening yurtim telekanalida yangi loyiha, yangi ko'rsatuv doira loyihasi. Butun san'at olamidagi show biznes yangiliklari bo'ladimi, kino olamidagi yangiliklar bo'ladimi, hammasini siz azizlarga taqdim etishni boshlaymiz. Tahliliy, achchiq bo'lsa-da tanqidiy ma'lumotlarni berib boramiz. Demak, biz boshladik. İlk loyihamizni Chimildiq super kinokomediyasini premyerasidan boshlaymiz. Demak, premyeradamiz. Bu yerda juda ham ko'p show biznes vakillari, aktyorlar, aktrisalar kelishgan. Hozir esa premyera tomon yo'l olamiz. U yerda qanday yangiliklar bizni kutib turibdi, kino olamidagi yangiliklar qanaqa, bular haqida birin-ketin siz azizlar bilan bo'lishib boramiz. Hozir sizlar bilan birgalikda Qizil yo'lak tomon yo'l olamiz. U yerdan o'tayotgan aktyor aktrisalarimizni birin-ketin siz bilan birgalikda tomosha qilamiz. Chimildiq super kinokomediyasi ko'plab kino muxlislarini aynan kinoteatr tomon olib kelishiga ishonamiz. Demak, boshladik. Bu ham o'zgacha bir komediya. Shuhrat ukamiz rejissyor, mana bu yerda Bekzod ukamiz, mana Dadaxon. Bular baribir hammamiz jiddiy yondoshdik bu narsaga. Shu ukalarimizni ko'z qarashi bilan bo'lgan narsalar. Buni endi hammani misol uchun Otelloni misol uchun butun dunyo qo'yadi, to'g'rimi? Hamma o'zini ko'zi bilan ko'radi. Xuddi shunga o'xshagan bular o'zini ko'zi bilan ko'rgan bir oilaviy, kichkinagina bir chiroyli bir komediya hayotda ichida bo'lishadi besh qahramonlar. Yer planetasida joy qurib qolgandek mashlarni kelganini qara. Pastkashlar. Xotin. Labbay. Bos. Xo'p bo'ladi. Kim pastkash, kim hasis? Turishini qara. O'zi komediya bo'lgani bilan tarbiyaviy ahamiyatga ega va har bir oila, kelgan onalar, otalar, yoshlar kelib o'ziga bir chiroyli xulosa olib ketadi degan umiddaman. Er-xotinlar keladi, masalan, juftliklar keladi, kelib, demak biz ham mana shu Chimildiq biz uchun muqaddas ekan. Chimildiq bizni birlashtirdimi? Ana shu Chimildiq birlashtirgan bo'lsa, shu bo'yicha biz umrimizni oxirigacha birga bo'lishimiz kerak degan xulosa bilan chiqib ketishsa yaxshi bo'lardi degan umiddaman. Rostdan ham ekstrasensmisiz? Bu nima deganingiz? Men bolaligimdan tabiblik bilan shug'ullanganman. Ilgari meni kichkina tabib deb chaqirishgan. Bo'pti, gapni cho'zmasdan ayting, biz nima qilishimiz kerak? Ya'ni bu filmda men tabib rolini ijro etganman. Kichkina tabib emas, bu katta tabib rolini ijro etganman. Komediya janrida olingan, juda ham bir boshqacha, personajlari juda ham zo'r, xalqimiz tanigan, bilgan o'sha iste'dodli ijodkorlar. Harakat qildik tomoshabinlarimizga qanaqadir bir narsa bera oladigan bir ma'naviy bir oziqa, bir tomoshabinlarimiz bir shu filmni ko'rgandan keyin bir to'g'ri xulosaga kelisha olsa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Mehnatimiz zoyi ketmagan bo'ladi. Chimildiq kinokartinasi demak boshqa davlatlarda ham namoyishi kutilyapti. Ozarbayjonning Baku shahrida, Qozog'istonning Olmaota va Chimkent shaharlarida ham aynan Chimildiq kinokartinasi namoyishi kutilyapti. O'ylaymanki, qardosh yurtdoshlarimizga ham juda ham ma'qul keladi.
kinoteatr, kino muxlislarga liq to'la. Ancha vaqtlardan buyon bunaqa muxlislar ko'pligini ko'rmagan edik. Hozir birozdan so'ng Chimildiq super kinokomediyasining premyerasi bo'ladi. Biz hammamiz birgalikda shu kinokomediyani tomosha qilamiz. Ha aytgancha Chimildiq super kinokomediyasini televizion premyerasini Mening yurtim telekanalida tomosha qilishingiz mumkin. Mening yurtimda qoling. Bundan qiziqlari hali oldinda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kino shaydolari. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, assalomu alaykum xonimlar va janoblar. O'zbek kinosining asl haqiqiy shinavandalari. Siz bilan bugun yorug' yuz bilan diydorlashib turganimizdan xursandmiz, xush ko'rdik. Albatta, biz media, Xon Films va Mening yurtim telekanali tashabbusi bilan ushbu katta loyihaga qo'l urildi va bugun muxlislar e'tiboriga havola etilish arafasida. Demak, qarshi oling, sahnada Chimildiq badiiy filmining ijodkorlari. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ijodkorlar, muxlislar, endi bu yerda bugungi zalda to'lib turishi o'zi meni hozir bugun haqiqatdan xursand bo'ldim. Kutmagan edim. To'g'risi kutmagan edim. Bu yerda ko'pchilik kutmagan ekan. To'ldi, zal to'ldi. Bu zal to'ldi degan ibora biz uchun katta baxt. Bahor faslining tarovatli oqshomlaridan birida poytaxtimiz markazida joylashgan qadrdon Milliy kino san'at saroyida katta kinopremyera. E'tirof etish kerak, Milliy kino san'at saroyi anchadan buyon bu qadar gavjum bo'lmagan edi. Barcha san'at va madaniyat vakillarining nigohi bugun yangi kino taqdimotiga qaratilgan. Aynan Chimildiq badiiy filmi tomoshabinlarni yana kinozallarga qaytarsa ajab emas. 10 yil avval tug'ilgan g'oya va nihoyat ekran yuzini ko'rdi. Ushbu film 50 dan ortiq ijodkorlarni jamlagan holda 2 oy davomida tasvirga olindi. Ijodiy jamoa asosan yoshlardan iborat va ular o'zlari kundalik hayotda guvohi bo'lib kelayotgan ayrim muammolarni yumor orqali qiziqarli tarzda tomoshabinga taqdim etdilar. Ushlab turing. Mana sizga, mana. Sizniki Mirza Teri, Stalba, beso'naqa er bilan qanaqa yashaganimga o'zim ham hayronman. Sen jin emasmisan, mabodo tinta emasmisan, mabodo? Filmda bugungi kunda yosh oilalarda ko'p uchrayotgan muammolarni, ajrimlar, turli ziddiyatlar, uchinchi shaxs aralashuvi orqali yuzaga kelayotgan kelishmovchiliklar va boshqa ko'plab holatlar aktyorlar ijrosida ishonarli ifoda etilgan. Azizlar, biz Chimildiq kino ijodkorlari bilan eksklyuziv suhbat qurganmiz. Keling birgalikda hozir o'sha suhbatni tomosha qilamiz. Xo'sh, qiziq, har bir ijod mahsuliga kreativ yondashadigan Dadaxon Obidov nima sababdan aynan Chimildiq kino loyihasiga qo'l urdi? Bu mavzuga qo'l urishimizga sabab bu o'zi 10 yillik g'oya. Bizda oldindan bor, ya'ni Xon Films kinokompaniyasining rejissyorlari Bekzodjonov hamda Shuhrat Salomov g'oyasi. Bu g'oya menga juda ham yoqardi. O'zi bu narsa Chimildiq, eski Chimildiq kinomizga ham, spektaklga ham aloqasi yo'q mavzu. Faqatgina nomi o'xshaydi. Lekin shu nomini ham juda ko'p o'yladik. Xalq o'sha Chimildiq deb o'ylab, o'sha taassurot bilan kelib, boshqa film ko'rishidan cho'chidik, ochig'ini aytadigan bo'lsak. Lekin bir narsa bizani xotirjam qildiki, yo'q, biz u kinoni olmayapmiz-ku. Unga aloqasi yo'q-ku degan bir fikr bizani bu filmni shu nom qo'yishimizga sabab bo'ldi va g'oyaviy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, biz olgan Chimildiq kinosini g'oyasi ulardan qolishadi deb o'ylamayman men. Shunday tarbiyali. Qo'y og'zidan cho'p olmagan farzandimni qadriga yetishmadi. Ijodkorlar biror film tasvirga olish jarayonida jamiyatdagi aktual muammolarni ko'rsatib berishga harakat qiladilar. Hamda filmda bugungi kunda juda ko'p uchrayotgan oilalardagi ajrimlar sabablarini qanchalik to'g'ri ko'rsatib bera olganlar. Biroz o'ylab gapirarsiz-a? Bu kuyovimiz
Ja unchalik nomard inson emas. Jim bo'ling. Qurib ketsan o'sha kuyovingiz. Biram yoqimsiz. Biram besonaqay. Tushunmadim. Nima kuyovingiz tarafini olyapsiz? Tarafini olayotganim yo'q. To'g'ri aytasiz, onasi. O'sha Atela kuyovingiz hammadan rashk qilaverib qizimizni, bechorani tinkasini quritib yubordi. Har bitta g'oyani xalqqa yetkazish uchun avvalambor u xalq uni ko'rishi kerak. Ko'rishini ta'minlash uchun biz komediya yo'nalishi orqali yondashdik. Xalqni o'sha yumorlar, shunga o'xshagan bir qiziqarli voqealar orqali hozirgi jamiyatimizda bo'layotgan tragik muammoni yetkazishga harakat qildik. Oilaviy mavzuda filmlar ko'p, ammo bu filmdagi voqealar har birimizning hayotimizda uchragan yoki uchrashi mumkin bo'lgan vaziyatlarga boy. Ajrashganlari zab ish bo'ldi-da, zo'r bo'ldi-da. Nomard. Shunday mehribon, sipo, mushukka ham ozor bermaydigan qizimni qadriga yetmadi-ya. Bu mavzu aslida hech birimizga begona emas. Qaydan? Ehtimol bu mavzu film qahramonini ham bezovta qildimikan? Albatta bu har bir kinochini bezovta qilsa kerak deb o'ylayman men. Chunki biz har bitta filmga qo'l urayotgan paytimiz hozir xalqimiz orasida nima muammolar bor, global muammolar nima, shu muammolardan kelib chiqqan holda g'oya qilishga harakat qilamiz. Menimcha hozir eng global muammo bu o'sha ajrim muammosi bo'lyapti. O'sha muammoga juda qattiq urg'u berilgan bu filmda. Oy, sanlarning bu yeri uyg'onmasliging uchun men nima qilay? Ha, hey, tish yo'qaymi? Ot bo'lib kishnaymi? Yo'q, it bo'lib o'tgan ketganni etagidan olaymi? Vov! 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 Aka o'zing, hey. Film bugungi yoshlarimizning dunyo qarashi, qiziqishlari, mezonlariga mos holatda tasvirga olingan. Juda qiziq, bosh qahramon o'z roli orqali yoshlarga nima demoqchi? Oilani qadrlanglar. Oila o'yinchoq emas. Bu muqaddas narsa. Bu shunchaki emas. Bu muqaddas degan so'z bir nozik mavzu. Vatan muqaddas bo'ladi. Ona muqaddas bo'ladi. Qanaqa boshimizda ko'taramiz vatanni, onani. Oilani ham shunaqa qilishga majburmiz. Bu uchun javobgarlik bor. Oilani o'yinchoq qildingmi, uni javobi bor. Menga qaranjil. Ishonsang ishon, ishonmasang ishonma, lekin hammasi haqiqat. Kechqurun uyimda uxlagandim. Ertalab tursam shu yerdaman. Yonimda ani go'rsuqda so'rayib yotibdi kamiga. Nima bo'lganini o'ylashga vaqtim ham bo'lmadi. Shu kunga qadar ko'plab filmlarda turli obrazlarda namoyon bo'lgan aktrisa Sitora Alimjonovani bu filmda mutlaqo yangi ijodiy ampluada ko'rishingiz mumkin. To'y o'tguncha birorta chet davlatga ketishga ham roziman. Bir yo'la. To'yni ham shoda o'tkazib qaytarmadik. Nima dedingiz? Yo'q, hammasi joyida. Shunchaki hayotimda hozir ba'zi bir voqealar bo'lyapti. Aktrisa drama janrida ham, komediya janrida ham har bir rolni mahorat bilan ijro eta oladi. Qiziq, bu filmdagi qahramoni haqida aktrisa qanday fikrda? Juda ham qiziqarli obraz edi, lekin o'zimning xarakterimga yaqin joylari ham bor, yo'q emas. Shuning uchun mazza qilib yaratdim bu obrazni, mazza qilib ijro qildim. Partnyorlarimdan tortib ijodiy jamoani o'zi men uchun juda ham qadrli bo'lgan insonlar. Endi faqat ijod tomonda emas, hayotda ham oldindan bilib kelgan, ko'p ishlaganmiz bular bilan, Xon Films bilan. Shuning uchun umuman qiyinchilik tug'ilmadi. Qaytanga men bir oilam yoniga kelayotgandek, bir o'ynagani kelayotgandek kelib ijro qilib ketdim. Umuman qiyinchilik bo'lmadi menga bu proyektda. Ochig'ini aytadigan bo'lsam. Bo'ldi, mana taksiga chiqyapman. Assalomu alaykum, Chorsuga. O'tiring. Shoshmang. Menga qarang, yaxshi qiz, bu taksini men chaqirganman e'tiboringiz uchun. Qani suring bu yerda. Nima qilibsiz siz chaqirgan bo'lsangiz? Men shoshib turibman, tez tushing. Shoshib turgan bo'lsangiz, men nima qilay? Opa, nimani kutib turibmiz? Qani haydang. Men ayol kishini hurmatiga olmayman. Menga qara, joniga tegding, yo'limdan chiqarmagin. Setoraning bu filmda aynan partnyor aktyor va aktrisalar bilan hamkorligi juda muvaffaqiyatli bo'ldi desak xato bo'lmaydi.
Chimildiq filmidagi personaj aktrisa uchun ham yangilik bo'ldi deya olamizmi? To'g'risi boshida qanaqa bo'larkan endi, men hali ular bilan juftlik o'ynamaganman, ular bilan birga ishlamaganman kadr ichida degandim. Menda o'zi bir odat bor, partnyordan aniq olaman, energiya olaman. Partnyorim qanaqa bo'lsa, o'shani ruhiyatiga tushib qolaman. Lekin Dadaxon aka men uchun partnyor sifatida Dadaxon aka juda ham yaxshi bo'ldilar. Menimcha boshqa salonga pulingiz yetmasdan Zuhraga borib ozgina ko'z yosh qilib bersam arzonroqga beradi deb kelgansiz-ya. E'tiboring uchun yo'l-yo'lakay o'tib ketayotganimda oyog'im tagidan chiqqani uchun kirdim. Yo'q, bilaman-ku nimaga kelganingizni. Siz Ha, men senga yordam bo'lsin deb bu yerga kirdim. Yordamingiz boshingizdan qolsin. Chimildiq filmi orqali ana shunday oilaviy muammolar qarshisida turgan yoshlarning fikrini ijobiy tomonga o'zgartira olsak, demak, film o'z oldiga qo'ygan vazifasini uddalay oldi deyish mumkin. Bunda albatta film ijodkorlarining o'rni katta. Ha, bu kinoni o'zi juda ham katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Ayniqsa mana shu Zuhrani oiladan ko'ra karyerani ustun qo'yishi hozirgi dolzarb masala desak ham bo'ladi, chunki hozir bilamizki, ayollar mana birinchi o'ringa karyerani qo'yyapti. Shuning uchun men o'ylayman, bu kinoni albatta barcha ayollarga ko'rishni tavsiya qilaman. Bu yerda oila muqaddasligi, ayolni bir vaqtning o'zida ham karyerani ham oilani ham qilishi mumkinligi ham bor bu yerda ko'rsatilgan shu narsa ham. Va albatta bugungi kunda yoshlarimiz, hayotga yengil qarayotgan yoshlarimizga ma'naviy ozuqa bera oladigan film deb o'ylayman. Bilasanmi? O'z hammasiga aybdor sensan. Farzand ko'rmayman. Kerak emas deding. Karyerani bahona qilding. Oilaga farzand kerak. Bitta tug'ib, keyin uy xizmatchisiga aylanaymi-di? Siz ko'chada yallo qilib yuring edi, shunaqami? Mana shu tirnoqqa zo'rla qancha bilasanmi sen? Tug'mayman, tushundingizmi? Beshik oldiga mixlanib cho'riz bo'lishni xohlamayman. Bu jarayon aktyorlarga ham katta mas'uliyat yuklaydi. Aktrisa Sitora Alimjonova unga rejissyor tomonidan berilgan vazifani qay darajada uddalay oldi? Obrazimda shu grim qilishni boshlashganidan boshlab kiraman obrazga, chunki juda ham qiziqarli obraz. Hali kino chiqqandan keyin buni tomoshabinlar o'zlari ham ko'rishadi. Juda ham men hali yaratmagan obraz. O'zimga yaqin, lekin o'zimga yaqin obrazni men hali yaratmagan edim. Zuhraxon, menga turmushga chiqishga rozimisiz? Zuhraxon, menga turmushga chiqishga rozimisiz? Agar siz rozi bo'lsangiz, men hammasiga roziman. Voy, Sen kimni qo'lini so'rayapsan? Gapir. Sizga nima? Men siz bilan kecha ajrashganman. Yo nima, rashk qilyapsizmi? Sen ataylab menda rashkimni keltirish uchun mana shu yerda uchrashuv belgilagansan. Bilganingga turmushga chiq, lekin meni oldimda emas. Voy, nega ekan? Siz menga endi xo'jayinchilik qila olmaysiz. Nima? Yo meni hali ham sevasizmi? Uzr, eski odat. Menga umuman farqi yo'q. Baxtli bo'laring. Men endi Nargizaxonni sevaman. Sen erkak bo'lsangiz bo'lardi. Bir og'izdan meni himoya qila olmadingiz. O'zi bir deganda g'ijimlab tashardim-u, siz oldingizda odobsizlik bo'lmasin dedim-da. Shunga indamadim. Nargizaxon, uzr. Eski tuski tanishlarimni ko'rib qoldim. Hech qisi yo'q. Filmda yana bir o'ziga xos xarakterdagi rolni ijro etgan yosh va iste'dodli aktrisa Mo'xlaroyning Chimildiq filmidagi mas'uliyatini kadr ortidagi ijodiy guruh hayajon bilan kuzatdi. Juda yaxshi. Motivatsion videolarni ko'rib rivojlanaman. Undan ham yaxshi. Haligi, masalan, Nargiza Sattorovaning videolarini. Kim u? Haligi nimaga kerak degan ayol bor-ku. Hozir ularni kurslariga yozilmoqchiman. To'ppa-to'g'ri. Nimaga kerak o'zi? Kechirasiz. Siz o'zi kimsiz? Men mana bu yigitning sobiq xotiniman. Harakat qilaman yuragimni berib o'ynashga. Ko'rib, ertaga kinoda men hali beri umumiysini ko'rmadim. Ko'rgandan keyin, misol uchun, keyin qaysidir joyda, men bu joyini boshqacharoq o'ynashim mumkin. Lekin hozirgi holatimda men uchun yaxshi ko'rib o'ynalgan rol. Yaxshi ko'rib o'ynalgan rol o'zimga yoqdi. Xudo
xudo asrasin. Shunaqa besunaqa ering bo'lsa bormi? Salom, yaxshimisiz? Adashmasam siz Nargizaxonsiz. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Tohir akasiz. Aha. Kiyimlaringiz juda ham yarashibdi. Mo'xlaroyning Chimildiq filmida ijro etgan qahramoni Nargiza personaji rejissyor tomonidan ishonarli va hayotiy talqin etilgan deya e'tirof etildi. Aktrisamiz o'z oldiga qo'yilgan ijodiy vazifani a'lo darajada uddaladi. Biz ushbu aktrisamizga kelgusi faoliyatida omad tilab qolamiz. Menga shu ko'ylak yoqdi. Kulishlaringdan. Kimdadir hasad bo'ladi, havas bo'ladi, lekin hammani o'zini nasibi bo'ladi, taqdiri bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda, misol uchun o'zimiz bilmagan holda nimanidir ortiq bizniki bo'lmagan narsalarni hasadini qilib qo'yishimiz ham mumkin-da. Lekin Nargiza nima qildi? U tushunib yetdi. Ba'zi bir hayotdagi holatlarimizda bo'ladi. O'zimizni bizda ham misol uchun o'zimniki bo'lmagan insonni, bu inson meniki bo'lishi mumkin degan xayollar bilan yuramiz. Lekin u o'ziga yarasha javob chiqara oldi Nargiza. Qahramonimni qay darajada o'xshatdim yoki o'xshatolmadim, uni albatta tomoshabinlar misol uchun ijodkorlar baho beradi. Harakat qildim, qo'limdan kelgancha yaxshi ko'rishga harakat qildim Nargizani. Sizni mana bunaqa bo'yingiz uzunligini ko'ra olmayapman. Qomatingiz go'zalligini. Siz men uchun bittasiz. Mana Voy! Voy! Zuhra? baxtli bo'linglar. Chimildiq badiiy filmi oilaviy mavzudagi yana bir yaxshi kinokartina sifatida o'zbek kinosi bisotiga muhrlanadi deb umid qilamiz. Filmda aks etgan aktual mavzular esa hech birimizni befarq qoldirmaydi. Yaqinlashma. Menga yaqinlashma. Yo, shantaj. Barchalarni Chimildiq filmiga taklif qilaman. Bu film juda ham ko'p syujetlarni o'z ichiga olgan, shuning uchun albatta buni ko'rishinglar kerak deb o'ylayman. Va albatta filmning birinchi televizion namoyishi faqatgina My5 da bo'ladi. Shuning uchun My5 dan uzoqlashmang. Chimildiqda ko'rishguncha. Tohir aka.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men siz bilan gaplashgani ketayotgandim. Ertalabdan gul ko'tarib qayerga ketyapsiz? Haligi Nargizaxon. Iltimos meni kechiring. Biz ikkalamiz bir-birimizga to'g'ri kelmaymiz. Men aslida Men kecha tug'ruqxonada hammasiga guvoh bo'ldim. Sizning ham oldingizga shu masalada gaplashishga kelayotgandim. Siz Zuhrani qattiq sevasiz. Hatto joningizdan ortiq. U ham sizni juda ham qattiq yaxshi ko'radi. Ikkalangiz bir-biringlar uchun yaratilgansizlar. Tohir aka. To'yni to'xtataylik. Zuhradan boshqasi bilan baxtli bo'la olmaysiz. Rahmat Nargizaxon. Mana bu gul sizga. Voy. Rahmat. Bugundan boshlab siz meni akamsiz. To'xta. Haligi. Assalomu alaykum. Ajab bo'pti. Kech qoldim, shunaqami? Ajab bo'pti. Xo'p bo'pti, ha. Oxiri yalinib kelibsiz-da. Qizim siz yasholmas ekansiz-da. O'chirayotinglar. Nima? Bir uraymi? Xususiy studiyalarda tasvirga olingan badiiy filmlar jar yoqasiga kelib qoldi. Ayrim filmlarning saviyasi talab darajasida emas degan qo'shtirnoq ichidagi fikrlarga ham Chimildiq filmi qaysidir ma'noda javob bo'lsa ajab emas. Qahramonimizning o'zi bu savolga qanday javob berarkan? Bu savol noo'rin savol. O'zbek kinosi kundan kunga rivojlanyapti. Mevalar bo'lyapti. Faqat xalqqa shunaqa fikr shakllanib qolgan, kinodan ko'ngli qolgan, bu fikr shakllanishiga ba'zi bir jurnalistlar va ba'zi bir qiziqchilar sabab deb bilaman. Qo'pol qilib aytganda shunday davr bo'ldiki, o'sha Jahongir Foziljonovlar yaxshi gullagan paytlar, kinolar olib yurgan payt shunaqa davr bo'ldiki va undan keyin qaysi kinoni olsangiz, o'sha salgina saviyasi pastroq yoki komediya yo'nalishiga ko'proq yondashilingan filmlarni muhokamasi bo'ldi. Yoki Ahad Qayum chaqirib olib, yomon kinolari haqida suhbat qilishdi. Yoki Jahongir Foziljonovni juda ham o'sha yumorga boy, ularni tilida bachkana degan holatda o'shalarni kinosi haqida faqat suhbat ketdi. Yo'q, aslida ularni ham g'oyasi bor, aytadigan so'zi bor. Har bitta kino borku, uni aytadigan so'zi bor. O'sha Jahongir Foziljonovning har bitta kinosini ochib qarasangiz agar, oxirida
g'oyasini yetkazib bergan, yaxshilik tomonga yetkazgan fikri bor. Masalan, Hind kinosini oladigan bo'lsak, Hindistonda adashmasam 2000 ga yaqin film olinadi. Bir yilda. Shundan bizga yetib kelsa, bor uzog'i 10 tasi yetib keladi. Xo'p, 1990 tasi qayerda? Demak, 1990 tasi unaqa darajada olinmagan. To'g'ri, bir shunaqa ozgina qilib bo'ldi. Haqiqatan jim bo'lib qoldi, panoramalar huvillab qoldi, kinoteatrlar huvillab qoldi. Lekin mana hozir mana bugun keldim. Bundan oldingi bir premyera bo'ldi. Unda ham kelganimda men xursand bo'ldim. 3 ta, 4 ta oldin premyera kelganda haqiqatan odam yo'q edi. Hech faqat o'zimiz edik. Boshqa begona odam yo'q edi. Mana hozir mana zritellar ham, tomoshabinlar ham kelgan. Men juda xursand bo'ldim. Kino ijodkorlaridan tashqari kinoni rahbariyatlariga ham iltimoslarim bor. Kino rahbariyatlari zo'r, ishni zo'r olib borishyapti. Malatsi, gap yo'q, rahmat. Ana hamma kelib kino olib keturdi-yu. O'rganib kelsin, добро пожаловать. O'rgansin, kelsin, добро пожаловать. Hech kim, men uni ideya olib ketib qo'ymayman kinoni. Qoladi kino. Просто men aytmoqchimanki, ana xohlagan odam bilsa bilmasa bo'lib ket. Mana rezultat. Odamlar qochdi keyin. Endi bu odamlarni qaytarib olish bu amri mahol. Lekin Allohimga shukr, mana ijodkorlarimiz Alloh izni bilan sekin-sekin joyiga tushyapti. Kelinglar, ko'ringlar, vaqtinglarni qizg'anmanglar, afsuslanmaysizlar. Oldimizda yaxshi kinolar sizlar uchun, aziz muxlislar, sizlarni kutadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mayfayev, har doim omad tilaymiz. Nimaga kinolarimiz to'xtab qoldi, nima bo'lyapti deb hattoki o'sha kino aktyorlar ham, kino rejissyorlar ham hamma qanaqadir bir o'yda qoldik-da, haqiqatan ham. Mana Xudoga shukr, lekin mana endi sekin asta kino yana o'ziga qaytyapti. To'g'risi oldingi ahvoliga qaytyapti-da, oldingi sharoitga sekin asta mana bir qancha tarixiy filmlar olindi, undan keyin komediya filmlar olindi. Mana endi yana hozir bugun Chimildiq deb nomlangan super komediya filmini premyerasiga keldik, Xudo xolasa. O'ylaymanki, endi bundan buyog'iga kinolarimiz ko'payadi, chunki o'zimiz ham kutyapmiz-da. Xalqda haligi seriallarimiz ham ko'payib ketdi-da, mayli, seriallar boriga shukr. Bo'lib turaversin, lekin kinolarimizga qaytganimiz yana yaxshi bo'lyapti-da. Kinoni ham odam sog'indi-da, hattoki aktyorlar ham, professional aktyorlar va aktrisalar ham o'zimiz haqiqiy katta ekrandagi kinolarimizni, filmlarimizni juda ham sog'indik. Agar xususiy kino bo'lmaganda, o'sha 2005-2007-yillarda hozirgi kunda eng cho'qqiga chiqqan rejissyorlar ham bir ish qila olmasdan yo'q bo'lib ketishardi. O'sha paytda shu xususiy kinoga berilgan e'tibor natijasida mana o'sha haligi Jahongir Ahmedov ham yoki bo'lmasa ko'p Akbar Bekturdiyev, bular hammasi xususiy kinodan boshlashdi. Ikkinchi masala, qanchalik ular o'sha paytda bunga erishishdi. Ko'p tomoshabinlar shu haligi filmlarga tushdi. Ba'zilar aytdiki, biz tomoshabinlarni saviyasini tushirib degan gaplar qilishni bu juda noto'g'ri. Chunki mana sizlar bilasizlar, Zulfiqor Musoqov, taniqli bizning kino rejissyorimiz ham yaqinda bir intervyusida ko'rib qoldim. O'sha paytda bir 8 ta filmni O'zbek milliy kinosida yaxshi, muvaffaqiyatli chiqqan filmlar qatoriga qo'shgan. Shulardan 6 tasi xususiy filmlar. Mana misol uchun Panoh degan filmni o'sha paytda mana Said akam aldashga bermanglar. Panoh degan film o'sha paytda 2 seriyali film. Ham davlat ketkizgan pulni qaytardi, ham o'sha ketgan puldan 6 barobar ko'p miqdorda pul qaytardi. Bu yerda nafaqat haligi iqtisodiy nuqtai nazardan, balki film ham yomon chiqqan yo'q o'shanda. O'sha haligi yoshlarni oila parvarlikka, haligi ayollarni, boshqalarni
himoya qilishga chaqiradigan film bo'ldi. Ulug'bek Qodirov bilan o'sha nima Farruh Soipov bilan juda yaxshi film bo'ldi. Yoki bo'lmasa mana Sevgi Natri filmi. Sevgi Natri filmi o'zi boshida xususiy studiyaga mo'ljallab olib kelishgan edi. Bizani badiiy kengash shuni ko'rgandan keyin Abduvohid G'aniyevdan iltimos qildiki, buni davlatning mablag'iga biz chiqazamiz, chunki buni hali saviyasi ham o'sha haligi qilinmoqchi bo'lgan ishlar ham yaxshi bo'lgan. Sevgi Natri birinchisi juda zo'r ketdi. Keyin bizga ikkinchisini olib kelishdi. Shunda hali siz aytayotgan ayrim haligi odamlar bu film haligi Sevgi Natri yaxshi emas, buni hali davlat byudjeti hisobidan olsa bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Abduvohid G'aniyev uni xususiy studiyada oldi. Ikkinchisi ham juda zo'r chiqdi. O'sha Muqaddas Xoliq va boshqalar juda zo'r o'ynab qo'ygan. Yo'q, aka biz nima bo'layotganini tushunmayapmiz. Hozir men nima bo'lganini tushuntirib beraman. Sabr qil. Sen ikkalang bir-biringni sevasan. Yoki sevmaysan. Xullas, mehmonxonaga pul topolmagansan-da. Shu yerga olib kelgansan bu qizni. Aka nimalar deyapsiz? Niyating buzuq. Yo'q. Bunaqa filmlarni qilganinglar yaxshi, chunki bugungi kun yoshlarini, misol uchun o'sha bizning milliy urf-odatlarimizga bo'lgan nimasini, tushunchasini yoki bo'lmasa unga bo'lgan hurmatini qanaqadir bilib olamiz. Chunki bundan 25 yil oldin chimildiq deganda boshqa fikr bilardik. Hozirgi paytda hozirgi yoshlar u chimildiqdagi xatti-harakatlar yoki bo'lmasa udumlar, urf-odatlar, o'sha ayamizni rollari juda bir boshqacha bo'lganda. Shuning uchun taqqoslashga sharoit yaratishgan ekan, rahmat deymiz. Assalomu alaykum. Onasi. Labbay. Bos. Xo'p bo'ladi. Va alaykum assalom. Kelin bilan ajrashganingdan keyin yana uchrashib yuribsanmi? Yo'q, oyim, men uchrashib yurganim yo'q, shunchaki Ozgina sabr qilsang, boshqasiga uylantiramiz-ku. Yo shunchalik xotin qulimisan? Yo'q, men Zuhrani umuman ko'rayotganim yo'q. Sen don olishib yuribsan Zuhra bilan. Lekin aytib qo'yay, onasi ikkalasi kelib, ostonamga yotib olib, ostonamni yalasa ham, u Zuhranga bu xonadonda joy yo'q. O'chir! O'chir! U yerda bilasizmi, falsafa bor, u yerda hayot bor, u yerda haqqoniy haq bor. Siz ham tomosha qiling, bu kino boshqa kinolardan ancha farqi bor. Kinolari juda ham yoqdi. O'zimizning milliyligimiz, anaqalarimiz saqlangan holda bo'lgan. Men film ijodkorlariga kattadan katta rahmatlar aytaman. Juda ham chiroyli obrazni ko'tarib chiqishibdi, xursandmiz. Shunaqa kinolarimiz ko'p bo'lsin. Kino prosta bomba chiqqan, chunki bunaqa stil hali O'zbekistonda bo'lmagan. Hammaga tavsiya qilaman ko'rish. Kino zo'r, menga juda yoqdi. Rahmat, shunaqa kinolar juda ko'p bo'lsin. Komediya tarafi yaxshi ekan. Milliylik va zamonaviylikning uyg'unlashgani juda ham yoqdi. Shunaqa kinolar ko'p bo'lsa yaxshi bo'lardi. Komedik tomonlari ko'proq yoqdi. Zamonaviy ham milliycha ishlangan. Bugungi kunga yaxshi komediya kino bo'libdi. Tomoshabinlar ko'rishiga tavsiya qilaman. Mana shunaqa komediya janridagi kinolar ko'paysa, maza qilib ko'rib turardik. Ajrashmasligi uchun yaxshi tarbiyaviy tomondan o'rnak bo'la oladi. Hozirgi yoshlar ajrashishi ko'p bo'layotgani uchun. Aktyorlar ijrosiga gap yo'q, a'lo darajada ishlangan, hammasi. Yangi loyiha, doira loyihasi o'ylaymanki siz azizlarga manzur keldi. Albatta san'at olamidagi, shou biznes olamidagi, kino olamidagi barcha yangiliklarni doira loyihasida tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar bilan Chehrona edi. Omon bo'ling.